Mana e'lonni ko'ryapsizmi? Bu nima bu? Bilasizmi? Nechta bola? Baquvvatda, lekin agressiv. Yuzida dog'lari ham bor, tishini g'ijirlatadi. Tishini qayraydi. Endi tishini qayrashlari ham asta-asta kamayyapti. Mana bu tuxumchalar mana qarang, yaltirab turibdi. Mana bu ostritsa tuxumlari. Kichik to'liq qilgan Qirmanjon. Dog'lar top-toza bo'libdi-ku. Mana qarang, ko'pligini qarang. O'zi qopi bilan ham tushibdi-da. Mana shu man. Samarqandda mana shu hut ko'payib o'shaning uchun bola uxlolmaydi, kechqurun qorni tishlaydi. Qonimdan og'riqlar yo'qoldi. Betimdagi shu oqlar ketgan. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bizlar jamoamiz bilan yana Samarqandga yetib keldik. Hozir bir qator bolachalarda ichidagi parazitlar, ya'ni kvartirantlarda qay holatda ekanligini birgalikda guvohi bo'lasizlar. Endi kvartirantlardan xalos bo'ladigan payt keldi. Do'stlar, unda bizlar boshladik. Nechta bola? 5ta. Ona bolasizlar. Nevaralar olib keldinglar. Ha bu, Endi boshladi. Necha kun bo'ldi? 2 hafta bo'lyapti endi. Pirxlarmi oldin yuzi? Yo'q, unchalik emasdi. Allergiyasi yo'qmi? Ich qotish? Ich qotish. Saklardan-da. Bu eng rasvo qurtlardan bittasida bu. Assalomu alaykum. Ha bu polvon-ku, polvon. Gijjalari bunga kuchi yetmaganmi deyman-da mana ichiga. Ajiyan, gijjani sen kuchi yetmaganmi deyman. Ha? Mana bunaqa narsada bolalar hozir bori baquvvatda, lekin agressivni. Gapirsangiz, ana xayol joyida emas. Kalla zo'r ishlaydi. Lekin miya sabrajat qilmaydi. Eshitmaganga oladi, o'zi xabar eshitmayotganda bo'ladi xayolida bolani. Qurt ko'payib ketsa, bola tinmay allergiya bo'ladi. Qichishaveradi badanlari, anaqa soch to'kilishlar boshlanadi. Achaga alopecia deydi. Sochi kalga o'xshab dumaloq to'kilish boshlaydi ko'pchilikda. Keyin bitta qo'l orqada, bitta qo'l badanda qash-qash boshlanadi keyin. Lekin ko'pchilik otalar yuraveradi. U vitamin, bola-ku deydi. U davr o'tib ketdi. Bolamda vitamin, bolam o'zi o'sadi, o'zi katta bo'ladi degan davr o'tib ketdi. Yo'q. Endi unaqa narsa o'tmaydi endi. Endi agar gijjaga lecheniya qilmasangiz, bolangiz o'sadi. Lekin tengdoshlariga qaraganda yo ongi past bo'ladi, yo xayolparast bo'ladi, yo biron bir dermatit kasalliklari bo'ladi, dermatitskiy, allergishniy. Do'stlar, ko'rib turganinglarda bugun mana shu selli batalyon, armiyani hozir ichidan qurtirib chiqamiz. Do'stlar, hozir ma'lum bir vaqtlardan keyin shu mikroskop ostida bir qator jajji bolachalarning ichida yillar davomida qiynab kelgan gijja va parazitlarni tahlil qilamiz. Ya'ni Samarqandda qaysi gijja turi shunchalik ko'p tarqalgan. Nima uchun Samarqandda bolalarda yuzida oq dog'lar, soch to'kilishlar, tanada qichima, toshmalar bunchalik ko'payib ketyapti. Undan tashqari o'sha najasni tarkibidan bolasini yondosh kasalliklarini ham bilib olamiz. Ya'ni bolasida ich qotishi, ich yaxshi kelishi, o't qopi dimlanadimi, o't qopi yaxshimi, jigar faoliyatiga ta'sir qilmayaptimi gijja parazitlar? Ularni ham birgalikda o'zinglar guvohi bo'lasizlar. Yuzida dog'lari ham bor, tishini g'ijirlatadi. Bu yuzida mana dog'larni qarang. Qorningiz qattiq og'riydi, mehribon? Qorningiz. Ikki chetda og'riydimi? Og'rigandan tishlaydimi yoki sanchiq berib og'riydimi? Qachon oldin og'riydi? Qachondan beri og'rirdi? Dorichkadan og'rimay qoldimi? Boshda og'riqlarmi? Nima bo'ldi? Oldin qanaqa edi, hozir nima bo'ldi? Endi shu dorilar ichgandan keyin ishtayim desak yaxshi bo'lyapti-da, ammo ishtayim yo'q edi. Ishtay degan ishtahasimi shunda? Ishtahasi yo'q edi. Qishloqchasiga gaping. Ishtahasi yo'q edi, ishtahasi yaxshi bo'ldi. Endi bitlarda dog'lar yetishdi, yaxshi tishini qayraydi. Endi tishini qayrashlari ham asta-asta kamayyapti. Kamayapti sekin-sekin.
Yaxshi xudo. Ichi qotadimi? Mehribon, iching katta mana. Mehrinsani seni nima qiynagan ekan ko'ramizmi? Endi qirtini tilini aniqlaysan. Qanday Nima qurt buni qiynagan, qanaqa tuxumlari tushadi hozir ko'ramiz. Nimalar tushyapti ichidan buni. bo'ldi-da. Mana bu tuxumlari holi Endi ikkinchi pachkaga o'tadi. ostritsa. Uni sal kam Ko'rasiz xola? Mana xola. Ostritsa tuxumlari xola kam miqdorda ko'p emas, uni ostritsaning tuxumlari bor. Ancha tushibdi ichidan bolani. O, mana xola, mana buni askariylar deydi. Mana, yaqin olib mana. Mana ilonni ko'ryapsizmi? Bu nima bu? Bilasizmi? Bu nima bu? Mana uni askariylar deydi. Xola, o'sha navarangizni ichini og'ritayotgan, kindigini og'ritayotgan, tishlayotgan qurt, mana shu qurt bo'ladi, askariylar qurti bo'ladi. Xavfli qurt. Tishlaydigan qurtlar, buni qarang uzunligini. Ichaklar tishlaydi. Ha, ichaklari tishlaydi bu. Ikki xil qurti bor katta. Ha, ostritsa ham bor, askariyda ham bor, lambli ham bor, ostritsa ham bor, askariyda ham bor. Mana bu tuxumchalar mana qarang, yaltirab turibdi. Mana bu ostritsa tuxumlari. Mana ko'rsatdingiz. Ha, mana qarang, xola. Kuyib ketayotganim. Mana qarang. Mana qarang. Iching to'g'ri katta Mehribonjon. Bu nima deb o'ylaysiz? Bu nima deb ichida it yurmaydi-ku mana qurt. Askar mana qarang. Mana qarang xola. Mana tuxumlari. Mana qarang, ko'pligini qarang. Mana qarang xola. Dog'lar top-toza bo'libdi-ku. Ha? 3 oy Qorni og'rimayaptimi endi? Zakonnimi? Ya, ko'z tegmasin, ne? o'zgaribdimi? Ha. Qarang, bo'yi o'sgandi. Lekin buningiz bo'yi yaxshi o'sibdi lekin. Ancha o'sdi. Ancha o'sibdi. Bu lekin top-toza bo'libdi. Dog'lar qanday bor edi. Oppoq, katta pirxitlar bor edi-yu. O'zi qopi bilan ham tushibdi-da. Ha, o'zi ham har kuni videoga tashladingiz. O'zi ham tushayotgan narsalar nima bu deb turib. Ko'pchilik qo'rqib ketdi bolalarni ko'rib. Yaxshi siz qo'rqmadingiz. Ay, sizlar turibsiz qanday qo'rqaysiz? Mana qarang, xola. Mana uni. Yo'q, mana uzunni ko'ryapsizmi? Mana uzun. Mana shu. Mana ko'ryapsizmi? Buni askariyda deydi. Buni yo'rim ham bor ekan shu. Bunisida ham bor-da. Mana ichingda qanaqa ilon yuribdi ichingda. Qarab, qorningni tishlab o'tiribdi, qorningni. Qo'lab ketganman. Qolib ketmagan, ular bilan. Qizarib ketdi. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Faxrli natijalari. Bu Muhammad Azizmi? Muhammad Azizmidi? Muhammad Ali. Muhammad Alida ham bilan, ham askariyda. Katta hajmda mana. Bilan ham juda ham ko'p. Bilan haddan ziyod ko'p ekan bular. Ferma bo'lyapti. Og'iz orqali yuqadi hammasi. Qo'li bilan yo'lsiz narsa yegandan keyin yuqadi. Boshqa yo'l bilan yuqmaydi hech qaysi. Ichi ham qotar, ichi ham qotar ekanda bularda. Qatlanch bilan chips ko'paydi-da bu. Qatlanch chala mahsulot. O'zingiz olsangiz. Ikkinchi avval ketaman. Xola, bilan haddan ziyod ko'p. Bu bolangiz Qirqma. yo'q, sen do'stlaring bitar ekan. Ostritsa ham bor ekan. Mashadan ko'rsa bo'ladimi? Ikkita ekan. Askariyda, bilan ostritsa. Askariyasi Ostritsaga qaragan. Ko'rdingmi? Bo'ldi, chiqib tur endi koridorga. Men qog'ozingni ol. Mana xola.
Bu askariylar deydi-da, sizlarda sharoitinglarda ko'p-da. Hozir Samarqandda mana shu qurt ko'payib o'shaning uchun bola uxlolmaydi, kechqurun qorni tishlaydi, qichitadi. Namanayda hozir ichagida askariylar barga chiqdi hozir. Mana ostritsa kam miqdorda ostritsa ham bor. Askariyda ostritsa asosan. Askariyda sinostaysiz. Ha, kam miqdorda. Yo'q. Qanday? Astarasonda. Yo'q, kam. Yo'q. Ostritsa askariyda kam. Qani uchinchisi? To'xtajon. Ostritsa bor. Bilan ham bor. Askariyda haddan ziyod ko'p. Ostritsa bor. Bo'ldimi sizlarga? Qizingizda askariyda ham bor. Juda ko'p. U qani, askariyda ana tana toshmalarni qitishlar, o'shana qolib keladi. Ko'p burni bitishi boshlaydi. Burun bor. Tez bitib allergik shamollab qolaveradi bola, tez. Familiyasini ayting. Ergashib qasam. So'zlarni qancha? Yana shunday chiqdi. Nechinchi yil? Yilimiz. Qaysiga bilmaysangiz? Qaysi? Lambilar ko'p, juda ko'p lambilar. Askariyda ham haddan ziyod ko'p, jilab ketgancha. Supradachi. Tuproq bilan o'ynasa kerak. Tuproqni ko'p o'ynaydi bular. Tuproq bilan ko'p o'ynaydi. Tuproqni hayvonlar xatini tashlaydi. Ichim paqillab ketdi bor. Ostritsa ham bor. Achaga ostritsa. Mana ostritsa, yarkilar bor-ku, mana ostritsa. Lambilar ham bor, askariyda ham bor, ostritsa ham bor. Askariyda ham ko'p ekan. Taqish qiyinda. Bolalar. Lekin qumlab tashlabdi, varkan askariyda ostritsa bor, qumlab qo'ygan. Ketib qolmaydi, qog'ozinglar qo'lida bo'lsa, har bitta bilan qo'lida qol. Zakligi mana shu ijaradan bo'ladi. Ana, telefonga olgan bolalarni darslarga. Bana so'rardim-da. Ko'rsatasiz sizga. Bular bolalar o'zi o'qitmay olib ketdi. Qizlar ko'raveradi, shishirdi. Lekin bolangiz bo'yi tez o'sdi. Shundan ham bu kishini anaqasi. Ikkinchi o'rnima o'smayapti. Qani, bor? Nima deyaptimi? Yo'q, klizma oldik-ku, klizmaga biz dori qo'shamiz-da. Yo'q, qo'shamiz, o'sha hisobga o'lib pishadi. Qarang, bu haliyam bitta terib olganlar ko'p olmaganman. O'zimiz klizma hozir. Klizmadan ham ko'p pishadi-da bizda. Avgust oxirida boshladik-da. Yo'q, aytmayman. Shuninglarimiz har birinchi oyda ichib bo'ldi, endi ikkinchi oyda deyapti. Shirinliklar haqiqatda Tars qilish kerak. Shirinliklar bermang. nimalar Toza bola. Ostritsa aytib turar ekan. Shamollash hisobiga yalang'och charchaganida. Yalang'och. Asilbek dedi. Qanaqa ko'rsatadi? Shamollash hisobiga. Askariyda kam o'talik ostritsa bor. Chekak. Yaxshi. Askariyda ostritsa lambilar yo'q. Aka ko'rmadi. Familiyasi Rahim berdik Anvarjon. nechanchi yil? 2019.
Ostritsa. Qancha? Kam. Sen de bir kutamda. Judayam sil qotib qolgan, nima bo'ldi? Oqim hazm qilolmay yaxshi. Shamollab ketgan bo'ladi. Ularda ichi yomon shamollabdi, lekin shamollaganda. Mana askariyda do'stimiz. Mana Ostritsa, mana Skadida mana. Dildor opa, siz bizani mahsulotimizni ikkita o'g'lingizga qancha vaqt davomida iste'mol qildingiz? 3-oy ketyapti. Avgust oxirida. Hozir mana ularni klizma qildik va mikroskop qildik. Qaysi gelmen turlari, ya'ni lichinkalari aniqlandi bularda? 3 xildan. Lyambla, askarida, Askaritsa. Askaritsa, davomida Ostritsa. iste'mol qilganingizda mahsulotni iste'mol qilish davrida qanaqa ijobiy natijalarni sezsiz bolalarda? Natija yaxshi, bo'ylar o'sgan, dog'lari ketgan, asabiyligi kamaygan. Asabiylashgan yaxshi. Yaxshi. Bolalarni o'zidan eshitsak, qanaqa bo'lding? Holatlaring qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Mahsulot ichgan. Qonimdan og'riqlar yo'qoldi. Betimdagi shu oqlar ketgan. Molodets. Ovqatlanishlaring qanaqa bo'ldi? Yaxshi. Yaxshimi? Mahsulot senga ma'qul bo'ldimi? Ha, yaxshi, zo'r. Salomat bo'lgin. Rahmat sizlarga. Tavsiyalarimizni opa davom ettirasizlar iste'mol qilishni, chunki hali lichinkalari bor. U lichinkalar qondan chiqib ketishi kerak bo'ladi. Dietalarga nabyudat qilasizlar. Mahsulotni esa oldin qanday ichib yurgan bo'lsa, shu tartibda qabul qilib borasizlar, xo'p? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Zebo opa, siz bolalarni Nut va Gelmen Kids mahsulotimizni iste'mol qildirgan ekansiz. Qancha vaqt iste'mol qilishdi? Hozir birinchi oy, bir oy to'liq iste'mol qildi, natijasi yaxshi. Bir oy davomida iste'mol qilishdi. Ha. Hozir siz klizmaga olib keldingiz, ya'ni tekshiruvga. Mikroskopda qanaqa gelmentlar aniqlandi? Lamila, askarit, Askarida, ha, Ostritsa. ha. Mana Ana shu- bemalol ko'rishingiz mumkin. Lambila, askarida va Ostritsa gelmentlari, ya'ni lichinkalari aniqlandi. Bir oy davomida mahsulotni iste'mol qilganlar. Bu lichinka, lekin ichakdagi gelmentlar tushgan. Endi mahsulotda davom etadilar. Qondagi lichinkalar ham xudo xolasa yo'qoladi. Natijalar bilan bo'lishing, bolalarda qanday ijobiy natijalarni ko'rdingiz? Tishini qayraydi, shu tishini qayrashlari hozir yaxshi qayramayapti, g'ichirlatish, ha. Keyin ichi og'riydi, ich og'rishlari ham yaxshi qoldi. Yallig'lanishlik ketgan hisobiga. Ha, Allohga shukr, asta-asta natijasi yaxshi bo'lyapti. Xudo xohlasa to'liq natija nima lichina olsak yaxshi bo'lib ketadi degan umiddamiz. Bolalarda qanaqa o'zlari bir aytib bersin, ismingiz nima edi sizni? Muhammadxon. Qarang, menga qarang. Qanaqa sizda o'zgarishlar bo'ldi mahsulotdan? Chavrish, yana Chorish, bu yoqqa qaraymiz. ishtaha Ishtahangiz yaxshilandi, yana jib, tish g'ijirlatish. sizda qanaqa ijobiy natijalar Qorin bo'ldi? og'rishi, tish qayrashi, qorin og'rishi. Ha, tishingizni g'ichirlatardingiz kechqurun, yaxshi uxlamasdingiz, ha? Yana qanaqa? Sizga mahsulot qanaqa yoqdi? Qaysi tomonlari bilan? Kindik atrofdan og'rishi. Ha, kindik atrofida yorishlar ham yo'qoldi. Mahsulot achchiqmas ekanmi? Yo'q. Iste'mol qilish oson ekanmi? Molodets. Keyingi bemorimiz Durdona opa. Durdona opani 3 ta farzandlari gelment mahsulotimizdan, ya'ni Nut va Kids mahsulotimizni iste'mol qilganda, qancha vaqt davomida iste'mol qildinglar? 1 oy davomida. 1 oy davomida. 3 ta bola ham iste'mol qilgan 1 oy davomida. Yaxshi. Bugungi natijalarimiz, ya'ni mikroskop ostida sizda qanday gelmentlar aniqlandi? 3 xilgacha chiqdi. Lamila, askaritda, Ostritsa. Demak, uchalasizda ham, ha? Joydan bir xil chiqdi. Qani ko'rsating bizga atletlarni, mana uchala bolani ham mikroskop ostida ko'rdik. Askarida ham bor, Lamila ham bor, Ostritsa ham bor bolalarda. Bir oyda qanday natijalarni ko'rdingiz farzandlaringizda? Ishtahalari yaxshilandi, qorin og'riqlari qoldi. Ha? Tishlari g'ijirlatmay qo'ydi. Yaxshi.
Mahsulot sizga ma'qul bo'ldi, to'g'rimi? Ma'qul, yaxshi. Bolalarda o'zgarishlarni ko'rdingiz. Qanaqa bizlarni ya'ni bolalardagi gelmenti bor, ota-onalarga qanaqa tavsiyalar bera olasiz? Og'zingizlar, ichingizlar deyman, maslahat beraman. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Mayli. Dilfuza opa, mana bu farzandlaringiz? Nevaralaringiz olib kelgansiz. Bizani mahsulotimizdan Not va Kidsni, ya'ni Gelmen Kidsni qancha vaqt iste'mol qildirdingiz? Endi 2 hafta bo'ldi. 2 hafta bo'ldi. 2 hafta bo'ldi. Bularda undan oldin tekshiruvlar bo'lganmi? Tekshiruvlar bo'lgan, gijjaga. Tekshiruvlar bo'lgan. Tekshiruvlarda qanday Gelmen turlari bor aniqlangan? Gijja bor edi. Endi hozir nutvadan Hozir tekshiruvda nimalar chiqdi? qarang, askarida bilan ostaritsa chiqdi. Askarida va Ostaritsa. ya'ni mikroskop ostida tuxumlari, askarida va ostritsa tuxumlari aniqlangan. Opa, mahsulot iste'mol qilibsizlar 2 hafta mobaynida. 2 hafta mobaynida qanaqa o'zgarishlarni sezdingiz? Ovqat ishlar yaxshi bo'lib qoldi. Ovqat ishlari yaxshi Keyin bo'ldi. juda injig'idi bular. Injiqligi Injiqligi bordi, endi injiqligi ancha ketgan, ovqat ishlar yaxshi bo'ldi. Salomat bo'lisin. Xo'p, opa, endi hozir mana ham askarida, ham o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz Ko'rdingiz, bularni. laboratoriyada tekshirib ko'rdik. Iste'mol qilishda davom etasizlarmi? Ha, obezat. Ishonch bildiraman, yaxshi. Mana shu 2 hafta mobaynida mana shu nevaralarim injig'idi. Bog'chaga bormayman deb qilardi, yo bog'chaga ketyapti, yaxshi. Ovqatlanishi juda yaxshi. Salomat bo'ling. Mana bugungi o'tkazgan hamma tahlillarimiz o'z ota-onalari va buvilari bilan keldi. Farzandlarni har birini mikroskop ostida analizlarni tekshirdik va aniq faktlar asosida qo'llariga berdik. Elchixonaligiga to'lov qildinglar. Novostroyka. Mana jalova qilishga kelishgan. Bular 3 xonali uyga kvartiraga to'lov qilishgan, lekin to'lov muvaffaqiyatli o'tmagan. Mana hozir kvartirantlar xafa hammasi. Bular hamma kvartirantlar kim yo'qki? Do'stlar, ko'rib turgan bolalarda hazilu hammasida mana qo'llarida qog'ozlari bilan ushlab turibdi. O'sha bolalar professional bo'lib ketgan. Hammasini ichida Lyambla, Karlikovi, Askarida, Ustritsa qurtlari g'ij chiqishyapti. Sho'rini aytib o'taman. Ayniqsa mana polvonlarda chiqqan Askarida qizimizda, unisida, mana polvonda chiqqan Askarida qurtlari ko'pincha bolalarda allergik kasallik chaqiradi. Ya'ni burun bitish, tanada qichishlar, uxlaganda jizakilik, bu yoqqa dumalash kasalliklar ko'p avj olishni boshlaydi. Agar bolalarda, farzandinglarda, nevaralarda shunaqa gijjalar ko'paymasligini xohlasanglar, iloji boricha suxoy payok, shirinlikdan uzoqroq yuringlar. Har xil bo'lar bo'lmas fast foodlar, xom go'shtlarni iloji boricha yemasin. Shu o'rinda yana bitta gap. Askarida hech qachon qo'ldan qo'lga yuqmaydi yoki havodan yuqmaydi. Bu ko'pincha tuproq o'ynaydigan bolalarda yoki mana bu yerlarni ushlab og'ziga qo'lni tiqadigan bolalarda, tirnoq tishlaydigan bolalarda bu qurt tez avj olib ketadi. Undan tashqari qorin bo'shlig'ida tishlaganda kuchli og'riqlar berishi mumkin. Og'riq hisobiga bola jizzaki bo'lib qolishi mumkin. Maktabda aqliy faoliyat eslab qolishlari, o'zini tutishlari mutlaqo buzilib ketadi. Agar farzandinglarda sog'lom, kelajakda buyuk va yetuk yetishishini xohlasanglar, Nut va Gelmen Kidsdan xohlasanglar обязательно, bu majburiy emas. 3 oydan agar 6 oygacha uzoq kurs lecheniya qilsanglar, farzandinglar yillar davomida qaytib bu gijja parazit degan so'zni sizlar bezovta qilmaydi. Shu o'rinda yana bitta gap. Oxirgi ma'lumotdan bittasi, o'ylamanglar. Farzandinglarda gijja qurt bo'lsa, sizlarda bo'lmaydi, menda bo'lmaydi deb o'ylamanglar. Oilaviy bo'ladi, oilaviy. Gijja qurtga muolaja qilganda iloji boricha hamma oilaviy, otasi, onasi, dodasi, buvisi, xullas butkul hammasi muolaja olishi shart. Do'stlar, agar olib borayotgan suhbatlarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, YouTube'da, Instagram'da, ijtimoiy tarmoqlarga bitta like, bitta podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin, chunki qanchadan qancha yurtdoshlarimiz hozir farzandlari shu gijja parazitlardan qiynalib kelyapti. Do'stlar, bizlar keyingi manzilimizda qayerda bo'lishini xohlasanglar, bitta plyus belgisi va viloyatinglar yozib ketsanglar, o'sha viloyatda keyingi ko'riklarimizni o'tkazamiz. Sog' bo'linglar. Nut va Gelmen Kids